Assalomu alaykum qadri baland obunachilarimiz, qadrli topganmiz kuzatuvchilari. Bugun sizlarga o'zlaringizga o'xshagan Bugatti patologlari baland, juda ham bashang xonadonimizdan topganmiz. Xonadonimizni ko'rishingiz mumkin. O'zgacha did bilan qilingan, koridorning zonalari, har bitta xonalari alohida qilingan. Eshikdan kirib kelishdagi hol zonamizni ko'rishingiz mumkin. Balandligini qaranglar. Patologimiz 4 metr. Uyimizga polностью topli pol qilingan. Xo'p, ko'cha tomondan kirib kelishdagi eshigimizni ko'rishingiz mumkin. Ko'cha tomonimizdan kirib kelishimiz bilan bitta shkaf qo'yganmiz. Oyoq kiyimlarni, kerakli narsalarni qo'yib qo'yish uchun, kiyimlarni ilib qo'yish uchun, ko'chadan kelgan kiyimlarni. Xo'p, uyimizning kirish qismidagi hol zonasi, ya'ni koridorni ko'rishingiz mumkin. O'zgacha did bilan qilingan. Bu tomonimizni zal qismidan boshlaymiz. Zal qismimizning ham eshigini alohida boshqacha did bilan qilishgan. Zal qismimizni ko'rishingiz mumkin. Juda ham zo'r qilingan. Bu tomonga 5 kishilik stol tashlab o'tib ketilgan, eng sifatlilaridan. Bu tomonda televizorning zonalarimiz, bu tomonda divanimizni ko'rishingiz mumkin. Divanimizni shunday tortgan holatda spanliga aylantirib olsangiz bo'laveradi, esli ishtovga. Xo'p, uyimizda birinchi qavatda joylashgan. Vidga alohida baho berib qo'yaverasiz. Hoji aka, o'g'lingiz o'yingohda to'polon qilmayaptimi yo'qmi? Oynadan bitta qarab ham xabardor olib qo'ysangiz bo'laveradi. Mana bu tomonimizni ko'rishingiz mumkin. Televizorning zonalarimizda patolog balandligiga o'zgacha baho, bitta like bosib qo'yasiz, kelaverasiz. Xo'p, bu tomonimizda jiyanlarning alohida xonasi ko'rishingiz mumkin. O'zgacha did bilan qilingan, skromni ortuvchi. Keraksiz detallari yo'q, ortuvchi narsalari yo'q, skromni did bilan qilingan. Shkafini ko'rsangiz bo'ladi, ichiga bemalol yetadi. Bu tomonimizda Kennaymi ofisi bor. Kennaymi ofisiga ham alohida baho berib qo'yasiz, kelaverasiz. Hamma qaranglar, mana shu boshqacha did bilan qilingan, skromni mebel texnikalar qo'yilgan. Xo'p, keyin ham bu yerda oyog'idan zax o'tmasligi uchun akajonim shunchalik sizni yaxshi ko'radiki, to'pli pol qilib qo'ygan oshxona qismimizni ham ko'rsangiz bo'ladi. Bemalol farzandingizni o'g'lim ovqat pishdi, kiroqo uyga deb chaqiradigan joyi. Ko'raverasizlar, domimizning vidini ham. Bitta like bosib qo'yinglar, mehnatimizni qo'llab-quvvatlagan holatda bu tomonimizga o'tasizlar. Bu tomonimizda kattalar yotoqxonasi, umumiy ikkita sanuzilimiz bor. Ikki sanuzilimiz ota-onalar xonasida ko'rishingiz mumkin. Shkaflari o'zgacha did bilan qilingan, spanlilarni ko'rishingiz mumkin. Televizorning zonalarida tashlab o'tib ketilgan. Buni videomizda o'pshi qilib sekin ko'rsatamiz. Spanlimizni ko'rdinglar. Bu tomonimizda aytib o'tganimdek televizorning zonalari juda ham zo'r qilingan. Tosh oynalarigacha tashlab o'tib ketilgan. Kelaveradi. Spanlimizni kattalar yotoqxonasidagi sanuzilimizni ko'rdinglar. Endi o'pshiga bitta qilingan umumiy sanuzilimizni ko'rishingiz mumkin. Umumiy sanuzilimiz juda ham keng va shinam qilib ishlangan. Kir mashinalarni обязательно sanuzilga tashlab ketganmiz. Ko'rishingiz mumkin, boshqacha did bilan qilingan. Uyimizdan to'liq ma'lumotiga keladigan bo'lsak, Yakkasaroy tumani Shotor Rustaveli ko'chasiga yaqin joyda joylashgan, umumiy maydoni 71 metr kvadrat, narxiga stoyt qiladi. 14 qavatli novostroykaning birinchi qavatida joylashgan, umumiy maydoni 71 metr kvadrat, narxiga stoyt qiladigan 129 ming dollarlik xonadonimizdan sizlarga efirga chiqamiz. Xudo xohlasa, uyimizning narxlari, sharoiti, dizayni yoqqan bo'ladigan bo'lsa, likelarni bosib, uy olish niyatida yurgan tanishlarga jo'natib qo'yinglar. O'zingizga ham kerak bo'lsa, bu raqamga bemalol murojaat qilaveringlar. Xudo xohlasa, baraka qiladigan joyi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, topganmiz kanaldan uzoqlashmang. Gaplarimizda tutilib qolishinglar bo'lsa, ming bor uzr so'raymiz. Chunki har bitta gapimizni yodlab qololmaymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.